Dunyo rankingida 350 va 400-o'rinlar orasida turadigan bu universitet nomi Brunel universiteti. Aynan bugungi mavzuyimiz Brunel haqida bo'ladi. Videoni davomida shu Bruneldagi o'zbeklarning kelishi va bu yerdagi ularning natijasi, qanaqa kelish mumkin, qanaqa muvaffaqiyatli tugatish mumkin, bular haqida gaplashamiz. Bugun video olishga ketaman. Hozir uydan chiqdim. Xohlasa bitta Instagram uchun va bitta YouTube uchun video bo'lishi kerak. Hozir Old Gate Stationga ketaman. U yerdan Metropolitan Line'da Uxbridgegacha taxminan 50 minutda yetib boraman. Mana Old Gate Stationga yetib keldim. To'g'riga borsanglar Liverpool Street, bu tomonni anaqaga ketadi, Tower of Londonga. Mana tepaga qarasanglar yozilgan Metropolitan and Circle Line'ga. Keyin bizda mana bunaqa Oyster bor. Aynan transport uchun qulay bu, juda ham uchamiz. Mana tepada yozib qo'yilgan. Platform 3 da Uxbridge'ga ketsanglar bo'ladi 6 minutda deb. Biz platform 3 shunda mana bu tomonga ketishimiz kerak. Xo'p, bu yerda ham ko'rsanglar bo'ladi. Metropolitan and Circle Line mana Old Gate'dan Uxbridge'ga mana bu joyga borishimiz kerak. Ko'rasizlarmi? Old Gate boshi, Uxbridge eng oxiri. Faqat mana bu yerda Harvonda Hillda ba'zida boshqa tomon ketib qoladi. Shunga ehtiyot bo'linglar Uxbridge'ga ketish paytida. Mana shunaqa. Metropolitan Line'dagi poyezdlar mana shunaqa ko'rinishda. Boshqa layndagi poyezdlarga chiqsanglar, ular boshqacha bo'lishi mumkin. Oyster Card bo'yicha yana bitta ma'lumot. Bu oddiy Oyster Card. Studentlar kelgandan keyin o'zlariga Student Oyster Card olsa 30% gacha chegirma bor. Aynan o'sha Student Oysterni olganingizdan keyin haftalik yoki oylik va yoki yillik tariflar bilan ham arzonroqqa olib ishlatsanglar bo'ladi. Hozir sizlarga London zonalari bo'yicha gaplashib o'tmoqchiman. Mana 1-zonadan bu yoq 9-zonagacha ko'rasizlarmi? Mana shunaqa har bitta zonadan zonaga o'tishda narxlar o'zgarib boradi. Masalan, 1-zonadan 9-zonagacha narx juda ham qimmat. Masalan, 6dan 4gacha. Mana Uxbridge 6-zonada joylashgan. Agar Central Londonga kelmoqchi bo'lsanglar, juda ham qimmatga tushasizlar. Shuning uchun Student Oyster Card ishlatish kerak. Biz Uxbridgega yetib keldik hozir. Mana bu Uxbridge Town. Plus 6-zona mana shunaqa ko'rinishlari. Bu Chance shopping mall. Katta anaqa. Bu tomonga ketsanglar yana bir nechta banklar bor. Keyin yana ozgina mana shunaqa shahar sentrchasida bu yoq. Keyin bu tomonda masalan publar bor. Mana bunaqa. Ular shu ko'rasizlar, anaqa mod relax ko'proq London shahriga qaraganda sal boshqacharoq anaqa sekinroq hayot. Stationdan chiqqandan keyin mana shu o'ng tomonga kelasizlar. Mana Bellikda ketsanglar bo'ladi, peshqam ketsanglar bo'ladi. 3-yo'li bu avtobusda. Men hozir bas olmoqchiman asosiy entransiga ketish uchun. Uxbridgedan kelish bu tomonga, keyin mana bunaqa tomonga o'tsanglar. Mana bu yerda bas stop bor. Ya'ni men shu yerdan bas olib ketsa bo'ladi. Bu tepada yozilgan qaysi baslar. Bu yerdan hozir men U1, U4, U7 baslarni olib asosiy entransiga ketishim mumkin. Bitta narsa, ya'ni aynan mana shu orqamda bitta hodisa bo'lganda, aynan bundan 3 yil oldin telefonimni qo'limdan o'g'irlab ketishmoqchi bo'lgan. Shunga 6-zona ham deb anaqa ehtiyotkorlikni esdan chiqarmanglar. Telefoningizga ehtiyot bo'linglar. Mana o'sha afsonaviy Brunel. Mana bu universitetning asosiy kirish joyi. Welcome to Brunel University. Bu tomon va bu tomon. Bizda asosan mana bunisida lekturlar bo'lgan. Lekin men bu yerda ko'ramanki, bir ikkita anaqa divanlar qo'yishgan. Asosiy anaqasini tushunmadim, lekin kartaga qarasanglar, hamma narsa bilinadi. Mana Quad East bilan anaqa bor. West bilan South to'g'rirog'i mana bu yerda yozilgan. Mana xullas bu juda ham katta anaqa poliyada egallagan bu universitet maydoni. Mana har bitta anaqalarni ko'rsanglar bo'ladi. Qaysi buildinglarning nomi, keyin bu yerda qanaqa borish kerak, pastda masalan ostanovkalargacha mana universitet o'rtasidan bitta avtobus o'tadigan joy bor, orqasidan o'tadigan joy bor. Biz esa hozir mana bu joyda turibmiz. Qani ketdik.
Bu universitetda yiliga yuzlab o'zbek talabalar kelishadi. Bu o'zbek talabalar birinchi o'rinda Pathway College'ga keladi. Bu Pathway College nima desa, sizni asosiy Brunel universitetiga tayyorlab beradigan birinchi kurs yoki foundation kurslarini o'tab beradigan joy. Hozir men sizlarga bitta zdaniyani ko'rsataman. Aynan o'sha yerda bakalavr talabalarining birinchi kurslari yoki foundationlari o'qishadigan joy. Sizlarga aytilganim aynan mana bu Brunel Pathway College. Mana shu joyda joylashgan. Binosi xo'p, bu yerda asosan computer science talabalari biz o'qirdik. Xalqaro talabalarni 20 dan 30 tagacha bo'lgan talabalarni birlashtirib kichkina guruhlarda dars berishadi. Pathway Collegening maqsadi shuki, siz britancha o'qishga moslashguningizcha mana shunaqa kichkina tartibda sizga o'qituvchi ko'proq yordam beradigan holatda o'qishlarni o'zlashtirishingizga yordam beradi. Endi mana bu binoga e'tibor beradigan bo'lsak, bu bino bularning atletiklar uchun sport anaqasi, majmuasi, internal anaqa, yugurishga, shtanga ko'tarishga va boshqa narsalarga. Aynan shu joyda men eslatib ketishim kerak bo'lgan bitta narsa, Usain Bolt dunyodagi yugurish bo'yicha rekordchi, hamma biladi. Aynan Brunel universitetida PhD qilgan. Aytib o'tganimdek, universitet maydoni juda ham katta. Birinchi kelgan talaba adashib qolishi hech gap emas. Men ham hozir hamma binolarni yoddan bilmayman, bu yerda o'qigan bo'lsam ham. Shuning uchun kartaga qarab yursanglar bo'ladi. Mana shunaqa ko'p joylarda map qo'yib qo'yishgan. O'sha mapga qarab, masalan, qaysi bino, qaysi xona, hammasini topib, anaqalarga, signlarga nima deydi, qarab topib olsanglar bo'ladi. Hozirgina aytib o'tgan anaqa Indoor Athletic Center ichkarida anaqa bo'ladi. Keyin nima sport turlari o'tkazish haqida ham yozilgan. Bu yoq entrance, bu yoq netball hall bilan Brunel anaqasi bor, gym bor ichkarida. Bundan tashqari mana bu tomonda student living, ya'ni studentlar turadigan общежитиялар, mana shunaqa hammasi. Bolalar turishganda, o'rtoqlarimiz yaxshi tomoni shu joylari menimcha yashashga yaxshi. Universitetning asosiy qismlaridan bo'lgan eng ko'p anaqa studentlarga dormitoriyalar bor. Mana shu dormitoriyalardan ham universitet ancha pul qiladi. Lekin to'g'risi, mana bu universitetning vibe borda, boshqacha. Mana bu Londondagi boshqa universitetlardan ham farqi shunda. Ya'ni narxi qimmat, to'g'ri, lekin mana bunaqa atmosfera vibe borda. Mana shularning hammasi dormitory. Universitetda dormitorilari, faqat mana bu tomon esa anaqa o'qish xonalari, keyin librarylar shunaqa chashlarga bo'lingan. Parkinglar har bitta anaqalarning oldiga, bu tomonda ham, bu tomon uchun ham orqa tomonida parkinglari bor. Talabalar agar yoki o'qituvchilar mashinada kelishsa, mashinada kelganini parking qilishsa bo'ladi. Dormitoriyalarni faqat o'ziga, student accommodation'ni faqat o'ziga qolib ketish niyatim yo'q. Lekin anaqa aynan mana shu Southwark Hallni bitta xonasida paytida turganman. Keyin bu tomonga yursanglar Brunel Hotel bor. Ya'ni aynan universitetning o'zini binolariga tutashgan. Agar studentlarning ota-onasi yoki kimdir kelsa, mana shu yerda tursa bo'ladi. Bu yoqda esa bir paytlar mashinamni parkovka qilib, dastavkaga ishlab yurgan paytlarim bo'lgan. Bundan tashqari aynan mana shu area bir paytlar atrofini o'rab qo'yilgan edi. Hozirga kelib mana ochib, studentlar o'tiradigan mana bunaqa joy qo'yishibdi. Keyin universitetda mana bunaqa tennis qo'yilgan joylar ko'p. O'rtog'ingiz bilan, kursdoshlar bilan chiqib anaqa tennis o'ynasangiz bo'ladi. Aynan mana bu yoqda ham bolalar mana tennis o'ynashyapti hozir. Xo'p, mana bu bino haqida ham ozgina aytmoqchi edim. Bu yerlarda ham asosan lekturlar bo'ladi. Studentlar kelib yoki har xil lablarda, ya'ni laboratoriya klasslari bo'ladi, kirib o'sha yerda har xil sinflar bor, 4 etajda darslar qilsangiz bo'ladi. Oldidan bilmadim nimani anglatadi bu narsa, bino, lekin ichki tomoni shu dars qilishga sharoitlar yaxshi. Mana bunisi esa Art Center. Bunda asosan o'sha san'atga aloqador fanlarni o'qiydigan talabalar o'qiydi. Mana bu Brunel Socials'ga keladigan bo'lsak, bu joyni ichiga kirsangiz,
har xil ko'ngilochar anaqalar, tadbirlar, shunga o'xshash narsalar bo'lib o'tadi. Qo'yilgan joy anaqani ichi Student Union anaqasi Locos bar. Bu yoqda bolalar bilyard o'ynashyapti. Xohlaganlar o'tirib yana boshqacha anaqalar qilsa bo'ladi. Har xil aktivitelar bor. Mana bu yoqda tennis bor bu yoqda. Keyin ikkinchi etaj bor. Har xil ovqatlar yesangiz bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim, boyagi partiyalar, night partiyalar qayerda bo'ladi desa, aynan mana shu joyda bo'ladi. Bu joy o'zi haftaning odatda 1-2 kunlarida shunaqa bron qilinib, har xil DJlar boshqalar kelib, mana shuni ichida bo'ladi. Lekin umrimda biror marta kirmagan ekanman shu joyga. Boya aytib o'tmoqchi edim, Student Union o'zi qanaqa ishlaydi desa, Student Union bu talabalarga yordam berish. Qanaqadir muammolar bo'lsa, siz va universitet orasida turib beradigan bir anaqa tashkilot desak ham bo'ladi. Men sizlarga asosiy kirishni ko'rsatdim. Aynan mana shu tomondan to'g'ri kelganda asosiy kirish. Endi sizlarga kerak bo'ladigan eng muhim joylardan yana bittasi bu Student Center. Mana shu joydan to'g'ri ketganinglarda Student Centerga borasizlar. Mana hozir yaqinlashtiraman. Hadlov binosi va aynan mana bu ichkaridagi anaqa joy studentlarning anaqasi edi. Hozir taxminimcha o'zgarmagan, chunki men bu o'qishda o'qimayman hozir. Mana bu esa universitet librarysi. Universitet librarysi juda ham katta va resurslari ham, kompyuterlari ham, hamma narsasi anaqa juda ham zo'r. Ya'ni hamma sharoitlari bor. Siz uchun ba'zida 24/7 ochiq bo'ladi, ba'zida esa anaqa kechki paytlar yopilishi ham mumkin. Aynan shu universitet librarysining ro'parasida mana bunaqa ko'plab joylar joylashgan. Costcutter bu asosiy magazin, shop anaqadagi universitetdagi. Aytdim mana universitet library'sida bolalar o'tirib dars qilishyapti. Agar video topsam, shuni davomiga yuklab qo'yaman. Keyin mana bunaqa universitetda bayklar rosa ham ko'p. Olib o'sha qaysidir shopping sentrlarga yoki boshqa joylarga borib kelsangiz bo'ladi. Keyin men bu job shop haqida ham gapirishim kerak. Job shopda bu universitetga qanaqadir ish vakansiyalari bo'lsa yoki volunteer ishlar bo'lsa, ko'ngilli ishchilik deydimi, shunaqa narsalar bo'lsa, o'sha yerda kelib gaplashib, siz qanaqadir ish olishingiz yoki volunteer bo'lib qayerdadir ishlashingiz mumkin. Aytgancha, mana bu Michael Sterling building. Bu yoqda asosan anaqa College of Engineering Design and Physical Sciences. Siz agar computer science yoki shunaqa yo'nalishlarda agar o'qishga kelayotgan bo'lsangiz, mana shu binoda ba'zi darslaringiz bo'lib o'tadi. O'zi Brunel universiteti kimning nomiga qo'yilgan desa, UKda bitta injener bo'lgan, aynan o'sha injenerning nomiga qo'yilgan universitet bo'ladi bu. Bu mana bu Eisenberg Kingdom Brunel. Mana shu odamning nomiga qo'yilgan universitet. Bu odam haqida research qilib ko'ringlar. Juda ham anaqa UK bo'yicha ko'p ishlar qilgan. Xullas e'tibor bergan bo'lsanglar, ketma-ketlikda aytib ketaman. Brunel asosiy entrance-dan kirib, keyin sekin kirib ketaman. Mana hozir bu yoqda yana bitta avtobus o'tadigan yo'l, aynan avtobus ostanovkalari. Bu yoq Uxbridge'ga ketadigan, narigi tomon esa Heathrowga ketadigan yo'l. Keyin mana bu haqida bu Mill Hallda men 5 oycha turganman. Xullas bu Mill Hallda men 5 oycha turganman, lekin mendagi tajriba unaqa yaxshi bo'lmagan, chunki bolalar o'qishdan keyin kechki paytlar chakib, ichib kelib, shovqin qilib o'tirishardi. Shu tomonlar yoqmaydi. Ayniqsa Brunelda yashaydiganlar biladi, buni signalizatsiyasi asabingizni olib ketib qoladi. Shunaqa. Keyin bu yoqda meeting house bor. Meeting house'ni siz bron qilib, o'zingizni qanaqadir nimada kelib, jamiyatlarni har xil talabalar bilan kelib mana shu yerda meeting o'tkazib o'tirsangiz bo'ladi. Meeting deganda asosan oddiy uchrashuv. Keyin mana ovqat ham tayyorlab qo'ysangiz bo'ladi. Bu joyda asosan biz nima bilan islom jamiyati bilan kelib o'tirardik. Keyin mana bu parkovka, parkinglar mana shunaqa har xil zdaniyalarga bo'lingan. Aynan mana shu joyda turganimda mashinani parkingga qo'yib ketardim. Aynan mana shu parkingga qo'yishda bitta muammosi bor. Shanba, yakshanba tekshirmaydi, lekin dushanbadan jumagacha bo'lgan kunlarda soat 9 dan 5 gacha mashinangizni qo'yishingizda har soatiga pul berishingiz kerak.
Agar siz Brunelni dormitorini o'zida yashasangiz, ular sizga mashinangizga ruxsat berishmaydi. Agar siz tashqaridan kelsangiz, yillik kontrakt qilib, mashinangizni bitta parkingga mashinangizning nomerini registratsiya qilib qo'ysangiz bo'ladi va kimdir kelib tekshirsa, siz jarima to'lamaysiz. Agar lekin dormitorni o'zida tursangiz, sizga har kunlik anaqani parking to'lovini to'lashga to'g'ri keladi. Shuning uchun men bu yerni o'zida 5-6 ta shtraf olganman. Buni boshqa talabalar ham biladi. Shunga agar mashina olmoqchi bo'lsangiz yoki olsangiz, shu narsalarga e'tibor berasiz. Nega bu universitetda ko'plab o'zbek talabalari yiqiladi degan savolga shunaqa javob bergan bo'lardim. Bitta agentство bor O'zbekistonda, o'zim ham o'sha agentство bilan kelganman. O'zbek talabalarini chetga yuborayotgan paytda noto'g'ri ma'lumot berishadi. Ya'ni qanaqa ma'lumot u desa, birinchi kontraktingizni to'laganingizdan keyin shustri bo'lsangiz, borib o'zingiz o'qishni kontraktini to'lasangiz bo'ladi deydi. Lekin men haligacha bilmayman bironta talaba shu o'qishni muvaffaqiyatli, yaxshi baholar bilan va yana kontraktni o'zi to'lab o'qiganligini. Agar kimdir bo'lsa, kommentariyaga yozib ketsin. Ikkinchi tomoni shundaki, ular ichki imtihon o'tkazib beramiz sizga deydi-da. Ingliz tilisi 4,5-5 IELTS bor bolalarni olib mana shu o'qishga yuborishadi. Va u bolalar ertaga bu yoqqa kelgandan keyin pulini ota-onasi to'lab bersa ham o'qishni yaxshi bitirisha olishmaydi. Aynan shu tomonlariga e'tibor berib, oson ketar ekanman deb o'ylamang. Qanaqa qilib shu joyga kelib muvaffaqiyatli o'qisam bo'ladi, o'qishni yaxshi bitirsam bo'ladi degan savollarga javob qidiring. Agar maslahat beradigan odamingiz bo'lmasa, maslahat beradigan odam qidiring. Atrofga mana internetda bor, mendan so'rang, boshqa kishidan so'rang. Farqi yo'q, lekin biladigan odamdan maslahat so'rang. Universitetni o'zi juda ham zo'r universitet, to'g'risini aytaman. Lekin talaba ishlab o'qiydigan universitet emas bu. Ota-onasi yoki qayerdadir budjeti bor talabalar mana shu o'qishga kelib, faqat ko'proq vaqtini o'qishga sarflash kerak. Kimdirlar aytadi, haftada 140 soat bor, qanaqasiga 50 soat ishlasa o'qishiga ta'sir qilishi mumkin. Yo'q, ta'sir qiladi. Siz yaxshi dam olib, yaxshi o'qishingiz kerak. Ko'p ishlashingiz kerak emas. Xo'p, dormitorlarni mana bu joyga kelsangiz, bu joy aynan mana shu sizni uyingizni kalitini beradigan, o'sha uyingizdagi muammolarni hal qiladigan joy. Dormitorda turadiganlar uchun bu joy. Esingizda tursin. Keyin mana bu yoqda Eisenberg Studios degan xabar. Bu joyni eng tepasiga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Bu yer namoz o'qiydigan joy. Erkaklar uchun mana shu katta hol, keyin buni orqasida ham kichkina ayollar uchun joy bor. Ikkinchi etajda esa har xil raqs to'garaklari, boshqa narsalar bo'ladi. Keyin mana bu joyni o'zini ko'rsanglar, yana tennisni stollar, bu yoqda ko'p o'zbek bolalarini ham ko'rishingiz mumkin kechki paytlarda. Keyin shu to'g'riga ketsanglar o'sha katta ko'chaga chiqasizlar, lekin mana bu binolarning ham hammasi dormitory. O'zi binolardan ko'ra, binolarning eng ko'p qismi o'sha talabalar yotoqxonasini tashkil etadi. Xullas, Brunel universitetining eng menga yoqqan qismi bu Brunel Sports Park. Brunel Sports Parkga plashatkasi ham juda ham katta joyni olgan. Hozir men bitta tomonni ko'rsataman, lekin aslida mana bu ko'chaga ham borganda, narigi tomonida aynan ko'chani yana bitta futbol plashatkasi bor. U yoqda rostdan anaqasi chim anaqada tabiiyda, искусственный emas. U yoqda ham zo'r sharoitlari bor. Hozir mana bu tomonni ko'ringlar. Mana tennis o'ynashyapti. Bu yoqda. Hozir ichkariga kiramiz, keyin ichkarini ham ko'rsataman. Sports Park. Xo'p, mana bu yoqda anaqasi yozib qo'yilgan. Nima oyoq kiyimda o'ynasa bo'ladi. Bu joylar asosan mana bunaqa nima uchun? Chim ustida regbi, mana bunaqa xokkeyga o'xshagan sport turi o'ynaladi-yu. Aynan mana shu uchun mana bu 3 ta pola, bu tomonni bir qismi. Bu tomonni aytib o'tdim, mana tennisni kort, umumiy 6 ta ekan, 6 ta tennisni korti bor. Mana bu futbol uchun endi. Futbol uchun qanaqa oyoq kiyimlar kiysa bo'ladi, bularni ko'rsatilgan. Mana eshik ochiq ekan, hozir ichga kirib ko'ramiz. Voy. Bu joylarda rosa futbol o'ynardik. Mazza bo'lardi lekin o'zi ham. Ko'ringlar, stadionni qanaqa zo'r. Anaqasi o'ti nima, искусственный, lekin ichi dahshat.
Keyin bu joylarni hammasini xaritasi bor-da. Masalan, qayerdadir o'yin qo'yib berishsa, sizga lokatsiyasini aniq qo'yib berishadi. Masalan, bu yoqda kelganingizda 3 ta pitchda ham agar o'yin bo'layotgan bo'lsa, sizlarga o'shanda aytiladi, Sports Parkdagi pitch 1 masalan yoki masalan bu tomondagisi. Shuna qilib, adreslarni, lokatsiyalarni kartadan aniqlab olsangiz bo'ladi. Shunaqa tursam yaxshiroq ko'rinsa kerak. Aynan bu pitchlarda qanaqa o'yinlar bo'ladi? O'zi sizni darslaringiz bo'lmaydi sport bo'yicha agar sport yo'nalishida kelmagan bo'lsangiz, lekin Brunel universitetida har xil societylar bo'ladi, communitylar bo'ladi. O'sha communitylar mana shunaqa joylardan joy olib, soat masalan 2 soat haftasiga bir kun olib, keyin futbol o'ynashlar bo'ladi. Masalan, biz Kazakh Society va Uzbek Societylar o'ynaganmiz. Undan tashqari Islamic Societyda mana shunaqa haftada bir kun futbol bo'lardi. O'shanda kelib futbol o'ynardik. Sizlar ham shunaqa qilsanglar bo'ladi agar shu universitetga kelsanglar. Mana bu ham yana bitta plashatkasi, buni ham polyasi anaqa tabiiy o'tlari. Mana bu yoqda keyin anaqa atletik runlari bor. Bu yoqda har xil musobaqalar bo'lib o'tadi. Mana shu joylarda. Keyin mana buni ham ko'rsanglar bo'ladi. Anaqa shtanga otish, shunga o'xshagan har xil sport turlari bo'ladi-yu. O'shanga tayyorlasa bo'ladi. Futbol o'ynasa ham bo'ladi va boshqa turdagi sport turlarini ham o'tkazsa bo'ladi. To'g'risini aytaman, birinchi Uxbridgega kelganman-da, London aeroportdan. Tog'am chiqqan mana. Lekin mana shunaqa joylarni kelib ko'rganimdan keyin, "Voy, London shunaqa joymikan?" deb anaqa xayolimga kelganda. Chunki bu Uxbridge London, City of London emas-da bu. 1, 2, 3 zonalar City of London. Lekin mana bu joylar asosan townga o'xshaydi. Londonga kiradi, to'g'ri, lekin 6 zona bo'lgani uchun sal boshqacharoq ощущение bergan menga birinchida boshda kelganimda. Shunaqa gaplar. Kelganingizda hayratlanmang. Shunaqa joylar ham bor. Bugun musulmon jamiyati bilan juma namozini universitetda o'qiymiz. O'sha bo'yicha hozir borib ozgina video qilib ko'rsatmoqchiman. Mana bugun juma bo'lganligi sababli bizda mana bunaqa juma prayinglar bor. Shunaqa Islamic Society tomonidan tashkillashtiriladi. Imomlar kelib, mana shu keyin yaqin atrofdan odamlar va talabalar kelib juma o'qishlari mumkin. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا. We praise Allah subhanahu wa ta'ala, and as ever we remind ourselves of being mindful of having taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala, because this is something Allah subhanahu wa ta'ala reminds us of in the Quran multiple times. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shuna qilib juma namozidan ham chiqdik. Hozir endi Uxbridgega qaytib borishim kerak. Uxbridgega qaytib borish kerak. Aynan bu qismi sizlar uchun bonus bo'ladi. Mana bu yoqda bitta Uxbridgeda afg'on anaqa bor, kuxnya bor, street food. Mana shu yerdan bitta afg'oncha rice bilan chicken va lamb olamiz. Brother, may I get only from this one, but a lot, but not from any of others. And also, is that the garlic sauce? Can I get just garlic? That's it. Thank you. Xullas, bu ovqat nostalgiya men uchun. O'tirib yeydigan joyi yo'q-ku, lekin ovqatda o'zi bor-u. Короче, dahshat. Ta'mi afg'on rice yeb ko'ringlar, kelib вообще kayf qilasizlar. Menimcha bugungi kun uchun yaxshi video bo'ldi. Hammaga omad, Brunelda o'qish bilan va hammaga muvaffaqiyatli kelajak tilayman.